Sizlar bilan hozir o'tmishga qaytamiz. Buni faqatgina oldlar tushunadi. Hozir yoshlar menimcha tushunmasa kerak. Qani ketdik. Gladiator turniri, Dangerous Sports, Energy dunyoning kuchli komandalariga. Dangerous Sports Unique arafasida bang. Oy minus. Vosto, Senator, Beka, Honskill bu davrlarni eslaganlar bormi? Menimcha bu juftlik haqiqiy eng zo'rlari bo'lgan o'sha paytlar va Energy aslanni bir o'zi qoldi. Dangerous Sports 3 ta, Skill, Senator, Vosto. Aslan o'yini 3-1 vaziyat qoldi. Aslan qo'l shak bilmas usuldan kelishi mumkin. Aslan 3-1 vaziyatda dechamoz qoldi bu yerda. To'pini ola oladim yoki Aslan bo'yiga berib qo'yadim, hozir bilmadim. Hozir ko'ramiz. Oxirgi vaziyatlar. So'nggi men nima bo'layotganini tushunmayapman to'g'risi va chiqyapti desam deyapti. Oy. Bu davrlar eslaganlar bormi? Albatta bu videoni ko'rib o'sha paytlar ko'zini oldida o'tganlar kommentariyaga yozinglar. All Dangerous Sports va Energy'ni haqiqiy bahslari bo'lgan paytlar.